Qoyil. Shuncha buzilsang ham yuraging baquvvat-ey. Nima bo'lgan taqdirda ham yuraydasan. Shaharga olib tala. Hozir ko'rasan. Ba'zi senga ish tushadi. Chikko, hammadan tez, hammadan kuchli. Makvin endi yo'q, voyga endi malika. Yangi homiylarimiz baxtimizga sog' bo'lishsin-da. O'zimiz zo'r his qilyapman. Yurgan sari yurgan kelyapti. Bojinirsan, shuni tepmaydirganda. Yordam beringlar. Shu paytda kimdan yordam so'rayman endi? Hammadan xalas qora. Metr. Xuddi kilometrga o'xshaydi. Ularga gapiraverib, motorim og'ib ketdi. Necha marta aytganman, noqonuniy poygalar ustamanglar deb. Ishda yo'li bor. Yo provokatsiya bo'ladi, yoki ertasi uyda to'rab chiqadi. Kim bor? Gentralni tez yurgani jarima maydonchasigacha. Chikoni yurgani esa metrdan yonigacha. Qalaysan? Ha, Chiko. Bu hazillaring bilan družbada konsert bermoqchimisan? Chiko, Martin yo'qligidan foydalanib, referendum shouga tayyorlanyapsanmi? Metr hoj aka, qayerdan topasiz shunaqa mashinalarni-ya? Ha? Qani, kodini yuma turgan sadaka olib olay hozir. Mana shunday. Sekinroq. Voy. Voy. Metr, men qaragin, orqangga 500 million qo'yib olsanmi? Ha, senda ham pul ko'payib ketdi. Ha, yo'q, bu men emas. Obunachilarning pullari. Reverend shouda ishtirok etib, yutib olsa bo'ladi. Makvin ishonib topshirib ketgan. Iya? Makvin deganingda, qayerda u? Shou bo'ladi deb hammaga jar solib o'zi ko'rinmay qoldi. Xo'sh. U haqida bir narsa deya olmayman. Ahvoli juda og'ir. Hozir o'ziga kuch yig'yapti. Hali qaytsa hammani dodini beradi. Nima? Ko'ramiz hali kim kuchliligini. Baribir kishi bilsanda. Ishlarim bor edi. Bo'pti, men ketdim.